Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 17-dan 20-iyun kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17-18 iyunda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 17-18 iyun kunlari 18-23 darajalik, 19-20 iyunda 20-25 darajalik. Kunduzi 17-iyunda 30-35 daraja issiq, 18-dan 20-iyungacha 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 18-dan 20-iyungacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. 17-iyunda 20-22 metr/sekund tezlikgacha yetadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 17-dan 19-iyungacha 33-38 daraja issiq, 20-iyunda 35-40 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 17-iyunda Qashqadaryo viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 17-iyunda 22-27 darajalik, 18-dan 20-iyungacha 20-25 daraja issiq. Kunduzi 17-iyunda va 20-iyunda 35-40 daraja issiq, 18-19 iyun kunlari 33-38 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-iyunda 20-25 daraja iliq, 18-dan 20-iyungacha 18-23 darajalik, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. O'zingiz asrang, xayr, salomat bo'ling.